Mana o'zi hech mahal profil vazifasini bajara olmaydi. Men o'zim har bir sohani mutaxassisini, ustasini hurmat qilaman. Nimaga hurmat qilaman? Sababi o'shandan men uchun qayerdir o'rganadigan joyim bo'lsa, albatta o'rganishga harakat qilaman. Boshqa ustalarga ham maslahatim negativ yozib, bir narsalarni kavlayvergandan ko'ra, o'zini uchun o'rganish kerak bo'ladigan narsalarni, o'zini uchun qiziq bo'lgan narsani tortinmasdan o'rganishni maslahat beraman. Haligi men internetga chiqib aqllilik qilayotgan, boshqa qilayotgan joyim yo'q. Men o'zi internet ishlatmasdim. Internet ishlatishimga sababchi bo'lgan shogirdlarim bor. Mana o'tgan sanakara usta Islomjon, Abdulatif shular men shogirdlarim. Oka ishlating, siz ishlatishingiz odamlar uchun manfaatli bo'ladi dedi. Endi qaysi kuni men rekani ko'p to'qib video qilsam, mana hozir ham rekamiz juda ko'p to'qilgan. To'qib video qilsam, reka isrof deb video qilishibdi. Reka isrof emas, sababi rekamiz isrof bo'lmasligiga sababi mana cho'klarimiz mana shunaqa kelishi uchun, mana shu joylarimiz hammasi mana yopishishi uchun, mana o'zi hech mahal profil vazifasini bajara olmaydi. Mana bu narsa o'zi profil vazifasini bajara olmaydi. Mana 2 sm yoniga qayirib qo'ygan bo'lsak ham, buni rekaga qo'tirilmasa profil vazifasini bajara olmaydi. Buni profilga qo'tirsa ham bunaqa tekis chiqmaydi. Обязательно rekaga. Mana shu sohada 14 yildan beri olgan praktikamiz, tajribalarimiz shuni keltirib chiqarganki, mana bu narsani reka qo'ymasdan o'ziga profilni shuni o'ziga ilib qo'yishimiz ishimizni sifatsiz bo'lishiga sababchi bo'ladi. Ishchi sifati zo'r chiqishi uchun buni tagga reka qo'ymasa bo'lmaydi. Mana agar reka qo'yib, rekaga keyin qo'tirilsa, ishimiz sifatli va boshqacha, akkuratniy chiqadi.